Assalomu alaykum. Chorva Igmator kanalini muntazam kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoq va YouTube kuzatuvchilari. Borsizlar. Keling. Mingta. Endi boshlabsiz. Akalar, bugungi hafta kunlarimiz 2026-29 haftani yakshanba kuni. Hammalaringga yakshanba kuni dam olish kuni maroqli bo'lsin deb videolarimizni boshladik. Xohlasa video oldidan bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Savdolari bo'lib turgan joyda narx-navolarni xohlasa yoritib borishga harakat qilaveramiz. Akalar, mana shu yerda ko'chatlar bor ekan, mana ikkita. Shved variantidan. Aka, bular necha pulga keldi bozor savdosi? 27 million. 27 million savdosi bo'ldi. Akalar, jupiga mashlardi mana. 13,5 dan. Mana aka. Holatlarda, oyoq qo'llari, yerga holatlar. Qiziqqanlarga nomer qoldiraymi, sotib ketadimi aka? Yo'q, sotib ketadi, o'zi har doim. Bozoringizni bersin aka. Akalar, mana savdolar bo'lib turgan joyda xohlasa sekin yoritib boraveramiz. Qo'ldan kelganicha. Qaysiga bo'lyapti aka savdo? Mana shunisiga bo'lyapti. Necha pul? 100 ming kam 15 million beryapti. 14 million 900. 14 million 900 ming so'm. Mana shu holat parodasiga mana akalar. Boshqa holatlari. Boshlari. Yerga holatda mana kallalari. Mana 15,5 da qoladi mana. Oq quloq oshib chiroyli holatda ekan. Qozog'istonda tavakkal. Mana bu mana chiroyli ko'chatcha bor ekan. Tog'a nech pul ekan bu? 15 kam. 15 million kami bor deyapti. Bular savdosi bo'ldimi tog'a? 13. Bermaganingiz, 13 ga berganingiz yo'q-a? Mana akalar. Yosh ko'chat sifatli bo'rdakcha ekan. 13 millionga berishmabdi. Bo'ylari 95 atrofida. 95 ag'darida. Tog'a nomer qoldiraymi, sotib ketadimi? Nima endi sotib ketadi? Yo'q, Bir qoldirib qo'ying, ehtiyot. Ayting nomer. 99 lik. 470. 470 5925 ha. Va xolos aloqa chiqsa qiziqqanlarga. Mana, kelar qiziqqanlar aloqaga chiqib qo'yasizlar. Chiroyli holatdagi ovoz ekan. Aka, bu nech pul ekan? Akalar, mana. Kichkina yosh sifatli bo'dakcha ekan. Boshqa holatdan ham kelgan. 400 ekan. Yondan ko'rinishlari. Akamiz azizcha Zaynat ekan, boshqasini olib turamiz. Aka, nech puldan deyapsiz ularni? Ularda 11 dan kami bor ya. 11 dan kami bor. Bular 13 dan kami. Ha, bular 13 dan. Mana akalar. 12 dan qilishdi bozor. 12 million so'mdan olani savdo qildi bozor akalar. Lekin berishmayapti. Chavishlarni qaytarib turibdi mana, saqcha o'rnida ekan. Chiroyli holatdagi bezakchalar. Nomer qoldiraymi qiziqqanlarga aka? Ya, sotib beramiz-da xolos. Sotib ketadi. Bozoringizni bersin aka. Yo'q. Qattiq bo'ldi. Toshkent nima? Voy, kelinglar mana arzonishayda bu, bozorda arzoni. Bozorda Arzoncha akamizga yetib keldik, xolos. Assalomu alaykum. Alaykum, Chorva 24 kanalining obunachilari. Akalar, like boshlasizlar, charchamanglar, biz sizlarga zo'rini olib kelishga charchamaymiz. Xohlasa ko'chatlarni zo'rdan kelib qo'yibsiz. Gap yo'q. Ko'ringchi, obunachilarimizga bir qator ko'rsating. Bo'ldi, mana ko'rsatamiz. Molni bir qator ko'rsating, keyin monosi qanchani so'rasangiz arziydi. Bo'ldi, gap yo'q. Mana bu qani qarang. Toza dehqonni moli. Bu deyam. O'zi ko'rinib turibdi holatidan akalar. Prava, monosini ko'ring, badanini qarang, yeyishi bor, ajda. Ha, yerga holatlari ham mana shu. O'ta Tashqarasiga mana oyoq qo'llari. Mol olsang, tanlab ol. Momoda tanlalmasang, mana shu targ'ib ol degani bu. Gap yo'q aka. Targ'ib olsin. Qo'llarni ham yorib yuboryapsiz. Mana shved ko'rsating bir qator. Mana. Yo, menga sementalda arzonidan kelyapsa, mana semental gibrid variant. Gibrid variant. Bitta kalla boshlarni ko'rsating. Kalla bosh hamma yo'q ko'rsating. Saqich chaynab turgan holatida ko'rsating. Oyog'i yerga tegan yo'q, iyagida osib qo'yilgan, lekin saqich chaynab turibdi.
Zo'r narsa bo'ladi. Bolalar o'ta sog'lar. Yem ichariga 7 kun garantiyasi. Ha, yonma ko'rishlar. Bo'ldi endi aka, bir qator narx-navolarni aytib o'tingchi aka. Narx-navosimi? Ha. Bor. Hozir videoda shuni o'tkazib beraman. Bir joyga ham aytib qo'ying oldidan. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasi. 6 tasi. Oldim deydigan bo'lsa, siz obunachilaringizni 14 million 500 dan Toshkentgacha so'ramaydi, yetkazib yuboraveradi. Bo'ldi. Gap 14 yo'q. million 500 dan. Vodiyga bo'lsa kami bor, chiroyli. Vodiyga bo'lsami, chiroyli kami bor. Bo'ldi, gap yo'q. Yashang. Agarda 1, 2, 3, 4 mana ikkitasini olaman desa kattalarini. Aha. 15 milliondan Toshkentgacha masu vodiy bo'ylab yetkazib beraman. Bo'ldi. Mana ikkitasini olaman, chiroyli mana Shved bilan mana uni deydigan bo'lsa, yana arzonlab beraman. Qarnoqlar o'ta arzon ishlaydi. Aytilgan narxlar aka savdo uchun aytilgan narxlar. Xudo xolasa telefon qilishib 24 kanaldan sinsin, o'sha Chorva 24 dan. O'ta ham yengil qilib beraman. talashib tortishib akalar telefon Telefon qilsa bo'ldi, oladimi oldi. Bo'ldi. Ishlari bitadi, xudo xolasa telefon qilgan odamda. Aka bozoringizni bersan yo'qolsa. Voy, nomerni aytaylik. Ya, nomerda 93li. 263 263 2767. Mana uni qarang. Zotga 2767. Yog'ochga sahrayapti. Mana akalar. O'ta kuchli. Uzunliklari ham uzun kelishgan holatda ekan. Mayli, obunachilarga Bo'pti aka, mayli bozoringizni bersin. Alloh baraka. Hop, mayli. Aka mana bu yerda ko'chatchalar bor ekan. Sizda borda mana. Anaga so'rayapti. O'zim o'tib kelaveraymi? Mayli, o'tirsan. Chiroyli holatdagi bo'zakchalar akalar mana da xolasa. 3 dona bir joyga yengil qilib aytingchi. Bir joyga oldim deydi, da xolasa. Bir joyga oldim deydi, kelasi 25 so'm bersin. Aha. Buni o'zi gönderib bersin. Mana shu sariq bilan olasiga 25 million kami bor deyishyapti. Da xolasa ma'qul tushgan bo'lsa shunda telefon qilasiz, ishlaring bitadi, kamini chiroyli qilib berishadi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi o'ylashmasin. Aka, silbas bo'lsa bo'ldi aka. Bo'ldi, gap yo'q aka. Laktersilatni bosib tursa aka. Aha. Yengil qilib chiqaraverasiz bizchalar. Arzon chiqarib beraman. Gap yo'q aka. Nomerni aytib qo'yingchi bitta shaytiga. 93li 93li 264 264 24 92 24 ga 7 olay. bo'ldi. Tagi serob ha, da xolasa. Aka tagi serab. Endi 4 ta bor, 12 ta bor. Aka telefon qilishaversin. Ha, ishlari bitadi telefon qilgan odamda. Baloman degan odamda ishni bitiramiz aka. Bo'ldi, gap yo'q. Yaxshi bozoringiz bersin aka. Agar mana bu yerda mana bunday ko'chat kuchlilari ham bor ekan mana. Gibrid variantidan dedim, shved variantidan. Xohlagan turingizdan. Va necha yil bo'ldi aka bular? Yo'q, ko'rotdik aka endi olaman. Ha, endi olasiz. Akalar, bir qatorda holatlar, orqa holatlarni qaranglar. Ha, shu pachka kelishgan holatda turibdi ekan. Aka, necha puldan deyapsiz bularni? Ayrim 16 dan deyapti. 16 dan kami bor, chiroyli. Bo'ldi, akalar mana. Mesni bo'g'alar ekan, holatni qaranglar akalar. O suyagi, elli, yelka boshlarini ham qaranglar. Pachkani bir joyga 16 dan, ha? Chiroyli ekan bu. 9 mingdan so'rayapti aka, 16 dan kami bor deyapti. 4 million 900 dan savdosi bo'lib turibdi ekan akalar. Holatda ichcha qo'shilgan ishlaring bitadi. Mana orqasidan ko'rsating, yondan uzunligini ham ko'rsatib qo'yaylik mana. Uzunligi ham yaxshi, ideal holatda. Mana kallalarni ko'rsatdik mana. Chorva 24 aka. Chorva 24. Va xolasa telefon qilgan odamning ishi bitadi. Qo'shimcha qo'shsa bo'lgan savdosiga bo'ldi. Nomerni aytingchi aka. 94li 94li 504 504 0885. 0885 ga aloqaga chiqasizlar. Va xolasa akamizdan talashib tortishib chiroyli qilib savdosini qilib olaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabkilar bor aka, o'ylashmasin. Bo'ldi, gap yo'q aka. Va xolasa bo'ldi. Vohaga ham ketaverar ekan. Akalar, vohalarga agar obunachilarimiz kuzatishayotgan bo'lsa, Samarqand, Jizzaxga ketaverar ekan. Kelishilgan holatda. Aloqaga chiqaverasizlar quyidagi nomerlarga. Bozorlaringni bersin aka. Akalar, mana shu bo'zakchalar mana savdosi bo'lyapti. 4 tasi bir joyga. Mana akalar. Bor baraka. Ha, nima bo'ldi?
44 millionga aka to'rttasi 200 ming kam bor. 200 ming bilan o'rgatib olaman. Bor baraka. 44 million bo'lyapti ekan akalar savdosi mana. Olaymi do'stim? 44 millionga berishmayapti ekan akalar mana. 11 milliondan bo'lyapti ekan. Yo'lbachalar mana yaxshi holatda turibdi. Hamma o'tiribdi. Jangga kirmasdi. Akalar mana savdosi qizg'in ketyapti. 11 milliondan beryapti, berishmayapti mana 11 million ash bozakchalar mana. 4 tasi. $11 milliondan ham berishmayapti. Ha, bo'ldi, baraka bo'ldi. Ash 4 tasi 11 dan baraka bo'ldi. Olganga sotganga Alloh barakasi bersin. Akalar bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Qaysi bo'ldi aka endi? Bash do'stlar var, 3 to'talar. Ash 4 ta bo'libdi. Hozir bitta video qilib beramiz orqalardan. Qiziqqanlarga. Akalar shu joyga bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna qilib qo'yishni unutmanglar. Ana shunday olingan sotilganlarni kuzatib borasizlar. Xohlasa obuna qilib qo'ysalar birinchilardan bo'lib yetib boradi. Ana shu ana 4 tasi 11 dan bo'ldi. Akalar mana bu birinchisi. Mana bu ikkinchisi, mana bu uchinchisi. O'sha sotilganini ko'rsatib qo'yapman aka. Qolgan sotganlarga Alloh barakasini bersin mana. Akalar shunday videolarimizga yakun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning chorvasiga Alloh barakatini bersin.